Mana FPS ofisda ishlashni o'rgataman. Hozir boshlagan edim. Mana bu yerga mavzu yozib olamiz. 2 marta bossak tahrirlash bo'ladi. Amir Temur haqida deb. Endi misol uchun deb ko'rsatyapman. Bunisiga ham ikkita bossak tahrirlash chiqadi. Mana har xil yozaveramiz. Mana bu hozir mana B bor-ku, o'sha Bni bosib qo'ysak, mana qalin yoki ingichka shrift bo'ladi. Biz qalinga qo'yganmiz. Bu kattartiradi, bunisi kichkina qiladi. Bunisi shrift. Kimga qanaqa shrift kerak bo'lsa, o'shanaqa oladi. Mana bu chaqmoqchaliklari pulli bo'ladi. Qolgani ko'p e'tiborga ham arzimaydi. Xullas, ikkinchi listga o'tamiz. List qo'shish ham bunday bo'ladi. Plusni bossak yoki mana bu slaydni bossak, list qo'shib chiqadi. Mana kimga qanaqasi kerak bo'lsa, o'shanaqadan tanlaydik. Biz ko'proq oq list ishlatamiz. Mana oq list oddiy bo'ladi. Xo'sh, mavzu Amir Temur urushlari haqida bo'layotgan bo'lsa, biz rasm qo'shamiz mana. Mana bu rasm qo'shish. Xo'sh, rasm yuklab olishni ham o'rgataman. Mana ikkita programma bor. Image downloader degan. Xo'sh, bittasiga kiramiz. Mana megabayt kichkinaroq bu. Xo'sh, bunda izlab ko'ramiz. Misol Amir Temur izlaymiz, rasmlar chiqadi mana. Har xil rasmlar chiqadi. Xohlaganimizni yuklab olamiz. Misol yurishlar bo'layotgan bo'lsa, mana shu bosamiz, hammasiga ruxsat beramiz. Bo'ldi, yuklab oldi. Xo'sh, bizga yana mana bu rasm kerak bo'lsa, buni yuklab olamiz. Xohlagan rasmimizga qaysi rasm kerak bo'lsa, o'shani yuklab olaveramiz mana. Bo'ldi, yuklandi. Bunisidan ham xuddi shunday. Ikkala programma bir xil. Yana FPSga kiramiz. Endi rasm qo'shishda mana rasm qo'shamiz. Misol uchun bu Pinterestdan yuklab olgan rasmlarimiz mana bular. Bu Pinterest haqida ham ma'lumot beraman. Belgilaymiz. OKni bosamiz. Mana rasm qo'yildi. Xo'sh, endi rasm o'rtada g'alati bo'lib qoldi. Buni bir chekkaga olamiz. Kichkinaroq yoki kattaroq qilib o'zimizga moslashtiramiz. Kichkinaroq qilsak ham bo'ladi. Xullas, rasmni joylashtiramiz. Juda katta bo'lib ketadi. Rasmni joylashtirdik. Endi bu yerga ochiq qolgan joyiga matn yozamiz. Misol Amir Temur haqida yozamiz. Xo'sh, biz Google'ga kiramiz, izlashga Amir Temur haqida deb yozamiz. Mana birinchilardan chiqib keldi, izlaymiz. Xo'sh, Amir Temur Wikipediyaga kiramiz. Mana endi ishonchli ko'proq ma'lumotlar o'sha Wikipediyada bo'ladi. Amir Temur haqida ko'p narsa olmaymiz. Mana kamroq olsak yetadi mana. Misol uchun mana shu yergachami yoki bundan ham kam olsak ham bo'ladi. Nusxa olish qilamiz. FPSga o'tamiz. Bitta bossak mana joylash chiqadi. Bunday joylaymiz mana. Tayyor. Biz hozir ko'p narsa oldik. Endi nima qilamiz? Endi kichraytiramiz mana. Bo'ldimi mana? Kichraytiramiz. Mana hammasi joylashdi. San'at homiysi. Bo'ldi mana. Mana joylashdi. Ma'lumot. Xohlasak rasmni ozgina qisqartirib, buni yonga surib, kattatirsak yaxshiroq ko'rinadigan bo'ladi mana. Birinchi varog'imiz tayyor mana. Agar erinadigan odamlar bo'lsa, rasmni o'zini qo'yib qo'yadi mana. Urushlar. Kattaroq qilamizda ham. Mana bo'ldi. Mana list to'liq qoplandi mana shu rasm bilan. Mana. Xo'sh, endi undan ham erinadigan odamlar bo'lsa, yana Wikipediyaga kiramiz. Amir Temur haqida misol uchun oq o'rda bilan jang, oilasi haqida. Xo'sh, Temurbek boshladik mana. Mana shu yergacha ko'p emas. Kamroq ma'lumot olamiz. Buni nusxa olish qilamizda, yana o'shanda joylaymiz mana. Joylaymiz, bo'ldi mana. Buni ham kattartiramiz. Kichirtirib olamiz buni. Yoki bo'ldi mana shu. Keyin buni mana bu saloqdan pastdan
Mana bu o'rtaga qilib olsak yaxshi bo'ladi. O'rtaga qilib olamiz, mana joylashdi. Bo'ldi. Shu tariqa ketaveradi yana. Xohlasak bu yerga rasm qo'yamiz yana. Misol uchun qaysi rasmni qo'ysak? Mana shu rasmni qo'yamiz. Bu rasmni qanday qo'yamiz endi? Mana shu shunday razmer olamiz. Kattartiramiz. Mana. Bo'ldi, bu rasm joylashdi. Yoki rasmni qirqib olamiz. Buni kichraytiramiz. Mana crop rasm belgilasak bosamiz. Mana rasmni qirqib olish. Bajarilganini bosamiz. Mana. Shunday joylashtiramiz, bo'ldi. Bu yerda endi yurish haqida ozgina ma'lumot qo'shib ketamiz. Temur O'gikning til bilimlari, bolalari Oq O'rda bilan jang Mo'g'uliston. Xitoyga yurishning boshlanishi mana. Bu yerdan ham kamroq ma'lumot olamiz. Tayyorlangan, to'g'ri sifatda tayyorlangan aroq tezlashtirib yuborgan. Mana shu yergacha olamiz. Nusxa olish. Bu yerga qo'shib qo'yamiz. Qo'shib qo'yish qilamiz. Endi buni kichraytiramiz. Juda ko'p ma'lumot bo'lib ketdi. O'shaning uchun buni o'chirib tashlaymiz. Shart emas. Kamroq ma'lumot olamiz. Kamroq ma'lumot Fafotni tezlashtirishning boshqa sabablari ham bor. Mana shu yergacha olsak bo'ldi, bizga yetadi. Mana nusxa olish qilamiz. Xo'sh, joylashtiramiz. Mana razmer toshni tushyapti-ku mana. Mana toshni razmer. Endi kichraytiramiz buni. Boyagida shriftni o'rtaga olamiz. Bitta kichraytiramiz mana. Tayyor. Chiroyli. Bemalol o'qib bersa bo'ladi mana. Bu shunaqa VPS Office'da ishlash mana shunaqa bo'ladi. Agar modulga joylanadigan yoki xemisga joylanadigan narsa bo'lsa, 10 ta list yetadi. Mana 11-sini bosib turamiz. Ustiga bitta bossak mana o'chirish chiqadi. O'chirib tashlaymiz, mana kerak emas. Agar xohlasak bu yerga rasm joylashtiramiz. Amir Temur rasmini. Mana. Buni endi mana set background qilsak rasmda, boyagida hozir ko'rsatganimdek orqaga joylashadi. Keyin shrift yozuvlarni endi kichraytiramiz. Mana Amir Temur yurishlari haqida xohlasak mana shunday qilib ozgina kichraytirib joylashtiramiz. Bo'ldi. Endi ism familiya bu yerga shart emas. Agar yozaman deganlar bo'lsa, buni ham mana shunday qilib bir chekkaga joylashtirishadi. Xullas, ism familiya ozgina muammo bo'ladi bunda. Kichraytirib mana shu yerga joylashtirsa ham bo'ladi. Yoki tepa qismiga ham bo'ldi mana. Joylashdi. Endi yozuvni rangini o'zgartiramiz. Yozuvni tanlab olamiz. Xo'sh. Yozuvni tanlab, mana buni ustiga bossak mana tekst color ranglar chiqadi. Oq, qora, ko'k, sariq har xil xohlaganimizdek qilib olishimiz mumkin. Mana shu shrift yaxshi tushdi. Xohlasa Amir Temurda o'z haykali turgan rangidan ham qilish mumkin. Ozgina o'xsham ekani bo'ladi. Mana bo'ldi. Bunisini ham xuddi shu rangda qilib olamiz. Ismlarni bo'ldi. Mana shrift o'zgardi. Endi mana buni orqasini bo'yashimiz ham mumkin. Mana belgilab olamiz listni. Keyin menyuga kirib olamiz. Menyuda dizayn bo'limi bor, dizayn. Xo'sh, bu yerdan har xil ranglar bor mana. Ranglar palitrasi bor. O'sha yerdan xohlagan rangimizni tanlaymiz. Misol uchun sariq
mana shu rangni tanladik. Endi apply to all slides bo'lsa, mana shuni bossak, qolgan barcha varaqlar o'sha rangga kiradi. Mana bosdik, bo'ldi. Mana hamma varaq shu rangda bo'ldi. Mana rasm ko'rinmay qoldi. Bitta mana shuni bosib, clear current background deb bossak, tozalab beradi. Rasmni boshqatdan qo'yib boyagidek qilamiz endi. Chunki rasm orqasida qolib ketdi. Xo'sh, keyin qolganlarini ham mana shunday xohlaganini tanlab tozalab olish mumkin yoki mana boyagini bossak hammasini bir xil qilib beradi. VPS Office'da ishlash shunaqa. Mana xuddi shunday bo'ladi. O'zimizga kerakli razmerda tayyorlayveramiz. Agar mana bunga faqat joylashda emas, o'zim yozaman deydigan bo'lsa, mana tanlaydi, keyin mana bu yerda text box bor. O'shani bossam, mana chiqarib beradi, xohlagan narsasini yozadi. Misol uchun Amir Temurning birinchi yurishi deymizda. Bo'ldi, buni ham bitta tanlab olamiz. Kattatiramiz. Sarlavha qilmoqchi bo'lsak, belgilab, buni ham o'rtaga olamiz. Kattatiramiz. Bo'ldi, mana Amir Temurning birinchi yurishi. Endi bu yerga shu rasm qo'yamiz. Birinchi yurishi qaysini qo'ysak? Mana shuni qo'yamiz. Belgilab joylashtiramiz. Agar xohlasak kesib ham olishimiz mumkin. Mana bo'ldi. Joylashdi. Tayyor. Bu tomonga ko'p bo'lib ketdi. Taqdiramiz mana. Bo'ldi, tayyor. Xullas, hamma varaqlarga, qolgan varaqlarga ham xuddi shunday qilib, xohlagan ko'rinishda, xohlasak bunday, xohlasak mana bunday qilib, yoki bu rasm bu tomonda, ma'lumot bu tomonda qilishimiz mumkin, yoki mana bunda rasm pastda, ma'lumot tepada qilishimiz mumkin, yoki mana bunday, yoki mana bunday qilib taxlashimiz mumkin. Xullas, mana shunaqa bo'ladi. Endi bu yerga boya o'chib ketgan rasmimizni o'rnini to'ldirish uchun bitta rasm qo'shamiz. O'zini rasmini qo'shamiz bo'lgandek. Mana bu yerga o'tsak, set background bor. O'shani bitta bosamiz. Bo'ldi, mana tayyor. Mana inglizcha bo'lsa inglizcha ma'lumotlar xuddi shunday bo'ladi. Xo'sh, endi saqlashga keladigan bo'lsak, keyin har xil shape'lar qo'shish mumkin. Mana bular haqida ham ko'rsatib o'taman. Shapes. Mana misol uchun mana shu shape'ga rasm joylashtiramiz, xolos. Bo'ldi. Chiroyli chiqsin deydiganlar bo'lsa, chiroyli qilaman deydiganlar bo'lsa-da, mana buni o'chirib tashlaymiz, bu bizga kerak emas. Mana pastga ma'lumot yozaman deydiganlar uchun. Endi rasm qo'yamiz. Rasm mana shu rasmni qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek joylashmadi. Joylashtirish uchun razmerlarni olamiz. Keyin doimgidek rasmni qirqib tashlaymiz. Shunga joylashadigan. Belgilab ko'ramiz. Joylashmasa yana kesamiz. Bo'lmasa bunday joylashtirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana xohlasak ramka sifatida foydalanishimiz mumkin bundan. Rang qo'yamiz bunga. Xo'sh, mana har xil ranglar qo'yishimiz mumkin. Bu yo'q, shart emas.
Mana bu yerdan rasm qora nimada ramkada bo'lish uchun qora qilamizda rasmni joylashtiramiz endi shu. Mana ramkani rangini boshqacha qilaylik. Misol sariq. Xo'p, sariq kulrang qilaylik. Xo'sh, keyin mana bu narsa xato qilib qo'ysangiz bitta qaytarib beradi, keyin bu qo'shib beradi. Mana hozir rangi och sariq bo'ldi, endi kulrang qildik. Va kulrang qilgandik-ku, xato qilib qo'ysak, mana qaytarsak bo'ladi. Xo'sh, endi rasmni joylashtiramiz. Mana rasm joylashdi, ramkaning ichida bo'ldi. Xo'sh, endi tagiga yana ma'lumot qo'shamiz. Misol uchun xohlagan narsa, masalan, yirik islohot, Eron Kavkaz yurushlari bo'lsa, bu davrda mana shu yerdan boshlaymiz. Qayergacha olamiz? Vazifasini o'tadi. Shu yergacha nusxa olib yana joylashtiramiz. Mana bo'ldi. Bitta razmer qo'yib olamiz. Matnni o'rtaga joylashtiramiz, kichraytiramiz. Pastga joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana tayyor. Bo'ldi. Qolgan varaqlarga ham, mana bo'sh varaqlarga ham xuddi shunday qilib joylashtiraveramiz. Mana. Bo'ldi, tayyor. Endi xo'sh, yana qo'shimcha nimalar bor bunda? Bunda mana jadval yoki diagrammalar bo'ladi, joylashtirsak bo'ladi. Mana qo'shiq, video, har xil narsalar qo'ysak bo'ladi bunga. Rasm ko'rsatib berish uchun. Xo'sh, biz mana bu yerga nima qo'yib bersak? Mana diagramma yoki jadval qo'shamiz. Qanaqasi kerak mana? Aylana qo'shmoqchimiz. Bizga aylanasi qanaqa bo'lar ekan? Bular to'g'ri kelmadi. Biz jadvalni tanlab olamiz. Mana ranglisini. Xuddi shunday qilib, mana hammasini oldik. Kichraytiramiz, katta qilamiz, mana shunday qo'yib, mana 3 xil rang bor, to'g'rimi? 3 xil rang. Boyagidek shapes qilamiz. Rangni bosamiz. Razmerni kichraytiramiz buni. Xo'sh. Razmerni kichraytirish. Bunda mana bu yerda rangini tanlab olamiz. Misol mana bu rangni bor ekan. Rangdan bor ekan, tanlab uni kichraytiramiz. Kichkina, misol ikkinchisi bo'lsa, buni 2 ga qo'yamiz. Mana o'rtaga qo'yaylik yoki kattaroq. Kichikroq qo'yaylik. Mana bo'ldi. Ikkinchisi misol uchun aholi soni. Yo'q, Xitoy deb qo'yaylik. Mana text boxga Xitoy Xalq Respublikasi. Xitoy Xalq Respublikasi. Bo'ldi, mana. Pastga tushamiz. Mana shuni endi kichraytirib xullas joylashtiramiz. Mana misol uchun bu Xitoy. Mana shuni ketma-ket qilaylik. Keyin matn tanlaymiz-da, o'rtaga qo'yamiz. Mana buni ham kichraytirib shu yerga joylashtiramiz. Bo'ldi. Endi xuddi shunday qilib yashildan qo'shamiz. Mana buni copy qilsak ham bo'ladi. Mana copy qilib
yoki yana yasab, xullas shunaqa qilib bu tomoniga kichraytirib rang berib joylashtirib, bu yerga O'zbekiston, Koreya, Qozog'iston xullas hamma narsa yozsa bo'ladi. Boyagidek mana bunday rang qilib mana shunday yozib qo'yib, bunisiga ham yozsa bo'ladi. Keyin mana bu series degan joy bor tepada, o'shani o'rniga aholi soni yoki askarlar soni shunaqa narsa qo'ysa bo'ladi. Xullas mana tayyor. Buni ham shunday qilib yasasa bo'ladi. Kerak emas bizga. Endi yana nimalar bor bu yerda? Fayl, bu jo'natish. Keyin misol uchun qanaqadir animatsiyalar bilan yasash ham mumkin. Bu yerda shuni namoyish qilib beradi. Mana bu animatsiyalar. Xo'sh. Bo'ldi. Hozir animatsiyasini ham ko'rsataman. Mana misol uchun bu animatsiya qilish uchun transitionga kirib qanaqasi kerak bo'layotgan bo'lsa, misol blocks. Mana block tanlaymiz. Mana bo'ldi. Bunisiga animatsiya tanlanadi. Endi bunisiga bunga reveal qo'yamiz. Keyingisiga fade qo'yamiz. Undan keyingisiga flash. Yo'q, flash to'g'ri kelmaydi. APR qo'yamiz. Keyingisiga flash qo'ysak yarashadi. Bundan keyingisiga ko'p mana har xil bo'lib o'taveradi. Glitter qo'yamiz. Bundan keyingisiga esa hech narsa shart emas. Mana xo'sh, endi buni namoyish qilish uchun mana play, first page, current page, autoplay qo'yamiz. Mana Amir Temur yurishlari haqida. O'zi o'tib ketaveradi. Mana programmani deyarli to'liq ko'rib chiqdik. Yana bir ikkita ishlari bor, lekin kerak emas hozircha. Bo'ldi endi. Qaytamiz. Xullas bu shunaqa VPS Office'da shunaqa taxlanadi. Yana mana bu Miracast orqali ekranga qo'yish mumkin, televizor yoki boshqa narsaga. Bo'ldi, xullas mana shunday. Design, layout, slide size. Bo'ldi, hammasi tayyor. Endi saqlanib qilish, jadval qo'shishlarni ham ko'rsatib bersammi? Hamma o'zi qolganini qo'yishni biladi endi. Xo'sh, faylga kiramiz, saqlanib qilish. Xo'sh, saqlanib qilishda mana save as bosamiz. Mana bu VPS Cloud bo'ladi-ku, o'sha narsaga saqlanib qilmaslik kerak. Shunday bosib, location, joylashuv, my documents. O'sha yerni bosamiz. Mana shu yerga nomini yozib, Amir Temur yurishlari deb bemalol shu yerga mana saqlanib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi, tayyor. Mana